Asalomlar sizlar bilan Restoran keng do'stlar. Bugungi videoda biz Game Guardni o'rgatamiz. Voy, shunaqa baglar bor, вообще ko'p. Xo'p, birinchi bizga mana bu ilova kerak bo'ladi. Men buni mana shu plyusni bosib, keyin mana shu yerda bossanglar, keyin bu yerda bu o'zgartirib qo'yasizlar. Hozir to'xtatib keyin ko'rsataman. Mana Game Guardian deb yozib oldim. Keyin pin parol deyapti. Men 5 ta 8 qo'yaman. 1 2 3 4 5. Xo'p. Keyin mana shunaqa chiqadi. Keyin bitta qidirishdan fayllar deb yozamiz. Topolmasizlarda fayllar chiqdi. Keyin mana shu yerga kirib olasizlar. Telegram bosasizlar. Telegram. Keyin mana shu chiqib keladi. Game Guardni bosib qo'yasizlar. Keyin mana shuni bossanglar. O'rnatishni bosib keyin batafsil o'rnatish pin parol deyapti u. 1977 parol qo'yganlik. Mana keyin o'rnata olmasanglar mana shunday qilib ochishinglar bo'ladi. Keyin ochishni bossanglar, keyin bir yo'la Game Guardni ishga tushirishni ham o'rgatishim kerak. Xo'p, mana voy chiqib ketdi. Mana shu ilova chiqib keladi. Keyin mana shu plyusdan shu karparkin deb klonni bossanglar, keyin mana shu karparkinni ustiga bossanglar bo'ldi, sizlarda Game Guard chiqib keladi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib kanalga obuna bo'ling. Chunki bu Game Guard o'rnatish videosi bo'lgan edi. Hammaga xayr.